Demak, bugungi mavzumiz suyuqlik, ya'ni ko'p suyuqlik ichish yurak kasalliklari uchun foydalimi yoki zararli? Vrachlarimiz, shifokorlarimiz ko'pincha odam organizmi uchun suyuqlik juda muhim, 1,5 litrgacha suyuqlik ichish kerak deb ta'kidlashadi. Aslida shunaqami yoki yo'qmi? Bugun gaplashamiz. Albatta suyuqlik foydali, qachon bemorda surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lmaganda. Surunkali yurak yetishmovchiligi nima degani? Surunkali yurak yetishmovchiligi bu yurak zaif, uni muskullari, uni ishlash xususiyati, uni klapanlarida yetishmovchilik bor degani. Bu surunkali yurak yetishmovchiligi yillar mobaynida to'g'ri davolash choralari olib borilmaganda rivojlanadigan kasallik hisoblanadi. Demak, surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan yuragimizda suv bu ortiqcha xavfli omil hisoblanadi. O'zi yurak zaif bo'lib turganda unga yuklamani oshirish, unga qo'shimcha ravishda hajm qo'shish bu yurakni zo'riqtirishga olib keladi. Yuragimiz bu organizmdagi motorga o'xshatamiz ko'pincha. Va tasavvur qilamiz. Ikkita chelak. Birinchi chelakdan suvni olib, ikkinchi chelakka tashlaydigan motorimiz nima qiladi? Suyuqlik ko'p iste'mol qilganimizda chelaklardagi suv oshadi. Oshganda tabiiyki yurak qiynaladi. Nima qilishimiz kerak? Surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar bu chelaklardagi organizmimizdagi suyuqlik miqdorini pasaytirish kerak. Pasaytiradigan hatto dori vositalarimiz bor. Bu peshob haydaydigan dorilar. Shu uchun surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlar suyuqlik miqdorini juda ham oz miqdorda ichish kerak. Siz kuniga necha litrgacha suv iste'mol qilasiz? Izohlarda qoldiring, bizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing.